Bu inson bilan ko'proq qayerda ko'rishgansiz? İnsonmi? Ha. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Blogermi? Bloger. Taniqli odam. Taniqli bloger bo'lsa, ko'chada. Assalomu alaykum, bratim. Asosan u bilan ko'rishganingizda nimalarni gaplashdingiz? Pul masalasini. Ana bu ishing boshqacha. Ana bu ishing boshqa. Endi o'zingga o'xshading. Reklamalarda. Sizga nimalarni tavsiya berardi bu odam? Menimcha tavsiyasi hech kimga qiziqmas bo'lsa kerak. Xudoga soldim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Tavsiyasi qiziqmas odam bilan gaplashib turasiz reklama bo'yicha. Endi kelib reklama bermoqchi bo'lsa, mayli gaplashamiz-da. Uchta qolmas, borsa kelmas kompaniyalari bizning homiylarimiz. Bu odamning eng qiziq gaplari qanaqa? Eng qiziq gapi mijg'ovdirda. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan-da battar bo'ronlar keladi. Sizga kim bo'ladi o'zi bu odam? Hech kim. Qani? Chingiz aka. Voy! Chingiz aka. Tezda mana shu videoning kommentariyasiga Chingiz aka atmetga qo'yay. Aka uzrlar aka.